Aşık kız mı? He. Doğru depti kesse. Rasıl çıraylık ki. Zo'radim burun, men faxrlanib ketyapman. U pianino deganga zuvan kirgizib o'tadi-da. Shu topda oqdaliklar tozi berilib anglayotgandi. Rost Izorami mushundaq cho'ng so'riladilar. Mahoratini ko'ztalaydi. Pianino çağan kız bilen tanışkım kevatıdı. Men hazır chaqirib kelay. Izora, megagina. Bu ayni ayada xiyoldan bosh ko'tarmaydi. Rosti shu bo'lsa, undan ranjimsakmi bo'g'idek. Pianinoni bakmi yaxshi çaldın kızım. Sizdek büyük san'atkorning oldida atqachilik qilganim uchun to'liq xijolatman. Men xonanamning buyrug'i bilan chaqan. Akşam Fedirani sen mi ködün mü? Bu baxtdan men bahramand bo'ldim. Men hech qanday o'yinda bunchalik hayajonlanmagan. Menmi shundaq xonim. Nima degan ta'sirlik. Menga bek yaridi. Menmi cho'qim Fedirani Braziliya sahnasiga olib chiqaman. Seningcha Fedirani ispan tilida o'ynab chiqil bo'ladimi? Meningcha bu asarni aynan tarjim qilib bo'lmasmikin. Men bildigan nurg'un shoirlarnikiga o'xshash Rassinning she'riy misralarini boshqa tilga tarjim qilish intayin qiyin. O'g'o, shundaq. Xonim, afu qiling, meni birisi chaqiryapti. Nima degan aqlli qiz bu? Shu chig'ida Rassinni hurmat qiladi ekan. Sizdan o'tinay, ikki og'iz gapimni anglang. Men sizga degandim-ku, endi meni istim. Nima ish qiz demayman. O'tinib qolay, meni unutib ketding. Endi kelman. Men siz bilan ko'rishni xohlamayman. Acabmi umaq qiz ekan u? Izora pianinoni yaxshi chaladi. Nayt yaxshi. Qaraganda o dramaturgiya bilan she'riyatni obdan o'rgangan o'xshaydi. Rost shundaq. Izora nurg'un kitob o'qigan. Oho. Soyibxonning qizimi? Yo'q. Bequvag'an qizimi ya? Undaqmi emas xonim. Izora mush oilning quli. Quli? Biroq bular uni o'z oilasining odamidek ko'rdi.
Şundaqtımı yarımaz işte bu. Nime degan tengsizlik. Senin gepinçi o. Hör emasken de. Demek o erkin hareket kılanmaydı. Bu yerden ketenmeydi. Neni halısa şu yerge baramaydı. Şundaq, rast şundaq. Adamның işenmez kelmegidek bir iş. Nime degan tengsizlik. Sen birisini izdavatsan bu deymi. Şundaq, biroq sen emas. Emisi zangi qullarning qotini qo'yib izdimamsa, xalqning qullarga qiziqadigan odam bo'lsa. Men poytaxtga uyinglarni qullar qotini bor deb qiyos qildim. Qiyosimning to'g'riligini isbotladim. Rastını etsem men sizga o'xshash. Onun halığı bek içinmen. Siz intayin sezgir senetkar. Şun izorani bir körüpla, onun başqalarga, bolupmu şundaq ijtimai o'rindikilarga o'xshamaydiganligini bilib oldingiz. Başqalarga o'xshamaydigan degan gap yo'q. Başqalarga o'xshamaydigan favqulodda odammi yo'q. Rast yo'q. Hammamizni Tangri yaratgan. Men boshqa bir dunyodan, koni quruqlikdan keldim. Bizning u yerlarda qulluq tuzum degandek ofatlar allaburun yo'qolgan. Bu yerning ahvoli rostli chidab turibsizga. Ko'nglingizni tamamen tushunaman. Mening rostdan bayamqi gapingga ishongim kelmayapti. Rost shundaqmidi deyman. Izoradek bir qiz nima deb qul bo'lib qoladi? Hech bo'lmaganda uning xo'jayini uning hurlik beradi degan umiddaman. Men Patlarda Izorani xo'jayini kelin bo'lmoqchi. To'ydan keyin birinchi bo'lib Izoraga hurlik ep beraymikin deb o'ylayapman. Bu hech qancha ish emas. Ondan senmo xalqni qul qilayotgan odamga kelin bo'lmasliging kerak. Biroq biz mushundaq jamiyat yashayapmiz emasmi? Bu bek jirkinishlik jamiyatkan. Bu jamiyatda odamning yuqori tövalligi uning rangi bilan o'lchindikan. Tangrining oldida odamning rangi nimaga hisob, ha? Men qulluq tuzumni adolatli deb qaramayman. Adolatlikmi aytamsan? To'ydan keyin Izoraga hurlik berishni talab qilaman. Shundaqmi ish bo'lamdi? Nim bo'ldi? Ishnim bo'lmadi. Bisansun xanım xapıda ko'rindiği. Bayam nim to'g'riliq so'zlashdilar. Biz teatr to'g'riliq so'zlashdik. Biz ketaylik. Bundaq oila bir sekund bitirgim yo'q. Qandaq? Topamadim. Hammiyani izladim. Baq chiqib ketdimikin? Onu topmay qo'ymayman. Mushundaq baldırlı ketamsiz. Bəhmə əfsusunu vatınız. Artist degan dam elish kerak. Bugün bir akşam odatınızı bozamamsız. Men bütün ömrümde odatimni buzib baxmagan. Bu tushunishlik. Oyun qo'shdimi armiyadagidek inson bo'lishi kerak. Xushvaqt bo'linglar. Kutguninglar uchun rahmat. Kechiring. Mening bayqishimcha, graf janoblari Bisansun xonimning sharbiga bergan bu ziyofatga tarbiya ko'rmagan, o'tib ketgan chokini odamlarni chaqiribdi. Oqibat aksicha natija berib, u hurmatli xonim ranjib ketib qoldi. Qizim, sizlarchimi shundaqmi? Dada, o'tinib qalay. Bu ishni ikkinchi deyman. Esir xonimning umush ish tupaylidan ko'ngli bak yerim. Anlamayma qarmagan saqchim. Anlagan. Men anlagan. Tügün yeşildiği. Onda olsa her gün keçmeşiyedi. İçiniz pişip qalğan çağlarda basınız buladı. Bu ya daim şunda kız gitemde. Bugün akşam texmi kızıp getdi. Siz muşundaq awa sorun yaxshi ko'ramsiz? Men birasining hamroh bo'lishini yaxshi ko'raman. Muşundaq sorunga kelmagan chaqlig'ingizda nima ish qilasiz? Teatrxonada odatki rollarni o'ynayman. Siz artistkansiz-da. Undaq demedim. Odatki rollarni o'ynayman deyapman. Qaraq pulni to'lab qo'ydigan odam chiqmaganda o'zim pul tepib, astil ichib yurayveraman.
Özünü özü artistaydigan mana bu yak. O tek tragediyani oynaydigan çolpan bo'laman deb yuriydi. Meningcha bu yerda har kun oqshimi aroq pulini to'laydiganlarni topmoq ancha tez emasdi. Odatda bu tasma emas. Lekin tek oson degilimi bo'lmaydi. Mana bugun tek mo'lchilik bo'ldi. Yaxshimsan, Andres? Yaxshimisiz, Miguel efendi? Salomatligingiz yaxshimi? Yomon emas. Sendan bir ish so'ramoqchi edim. Agar men bildiganli ish bo'lsa, Malvina xonim bilan janob Leonsiolaning to'yi bo'ptimi? Ular qachon qaytib keldi ekan? Uqdingmi? bu ishni Fransisko efendi biladi. Uningdan so'rash hojasiz. Undoq odamlar bilan gapimiz bir yerdan chiqmaydi. Siz ularning qachon qaytib kelganligini bilmoqchimidingiz? Men Ester xonimning qachon qaytib kelganligini bilmoqchi. Bu menga bak so'rardi. Bo'ladi. Men bir amal qilib, qo'yib sizga xabarini yetkazay. Avval qildigan bo'ldim. Xo'sh emisa? Janobi Dubiyas ketdi. Uningga uyda odam yo'q-da. Meningcha ishik oldidagi paytimni ko'rsa, u bu gapga ishonmay qolarmiki Begzada. Buning sen bilan aloqasi yo'q. Buyruqqa bo'ysunishni bilsang bo'ldi. Uningga uyda odam yo'q-da. U talvimo bizning oilaning uni qabul qilmaydiganligini bilib qo'ysin. Chopsanchi. Xo'p, Begzada. Ularning uyida cho'qim odam bor. Men bilmay ko'rishni xolamagan gap. Bu mumkinmi? Men u yerga sening maslahating bilan borgan. Sen Ester xonimning taklifini qabul qilib tushdan keyin u yerga borgan. Bir amal qilib bu xatni Izoraning qo'liga ber. Men uning bilan yoshirin ko'rishmoqchi edim. Akşam piyaninoni nahayat yaxshi chaldim. Afsuski, chep bo'libli yo'qolib ketdim. Izora, sen meni diqqat qilmadi deb o'ylamsan. Nima bo'ldi? Nima qilyapsan? Kechchi ko'taman. Izora, mening to'yimga bir narsa qilib berasiz. Masalan, dasturxon kashti degandek. Sening qo'ling tagsilab bo'lgan. Xonanam nima qildisa, shuni jon deb qilaman. Yaxshi. Biroq to'y so'g'iti sal boshqacharoq bo'ladi. Men sening qo'lingdan chiqqan qimmatlik sovg'a erishiman degan umidda. U hech kimnikiga o'xshamaydigan. O'zingning xulqingga moslashgan bo'lsin. Nimani sovg'a qilasan? Buni o'zing belgila. Izora. Meni ümidsizlantirib qo'ymoqchimi? Yansi Begzada. Birsi Ester xonim bilan ko'rishmoqchi. Amsi opamni izlamay, nima qarab tursa? Yaxshimisiz, janob Leonsiyo? Yaxshimisiz? Afsuski, sirtda azroq ishim botdi. Sizga hamroh bo'lolmaydigan bo'ldim. Kechirgaysiz. Yaxshimisiz, Ester xonim? Yaxshimisiz. Taklifimni qabul qilganligingizga bek xursandman.
aylanıp jırdığıma izora. Şunda xanana. Sizlar sözlüşüңlar. Men yanvariga kechlik tamoq qarish beray deb qo'yib edim. Av qizilgul ajoyib rangdarkana Ester xonim. Men zotli ko'rib boqmabdi ekanman. Men mush qizilgulni yaxshi ko'raman. Sizga bir tal üzüp beray. Men Bobiyasning sonsi. U bu xatni sizga berishim topilib edi. Sizdan o'tinib qilay, akamning ko'nglini beyaram qilsangiz. Qadirlik Malika, siz bilan didorlash uchun qimig'inim qolmadi. Shu topda men nima qilarimni bilolmay qoldim. Navot siz menga davomli rayimsizlik qilsangiz, nazar ko'zingizni solmasangiz, oyatdan menga hech qanday lazzat qolmaydi. Men sizning yurak taringizni chekanmagan bo'lsam, menga oxirgi qatim fursat berishingizni o'tinaman. Ət tushdan keyin soat 3da San Sebastian cherkovisining oq o'ylisida uchrashsak, siz bilan ko'rishishga tashna yurakni noumid qoldirmasangiz, meni qiynashni to'xtatsangiz, sizga oshiq Tobiyas. Rahmat, o'zim qo'yay. Dadam o'zi menga qo'riqning ishlariga amdi qo'l tiqmaydiganligini bir necha qatim dedi. Santa chiqib ketsang bo'ladi. U aladan ketdi, tushundingizmi? Dadangizning yeshiga aytgan har qanday odam hamma ishdan qo'l uzib, oxirgi umrimni xushal o'tkazsam deydi. Bu tabiiy ahvol. Uning ustiga sizdek o'g'li tursa, Uning bir gapi menga boshqacharoq tuyuldi. U bizni to'ydan keyin qo'rqib berib turinglar deyotdi. Barliq mol-mulk mening ilkim go'tkidek. Men kompost poyda gaz tikizminning xo'jayini bo'lg'idekman. Depaqinga bizning qo'rqi qanday qaraysiz? menmi? Ha, siz. Biz shu yerda turib qolishimiz mumkin. Buningga qanday qaraysiz? Men intayin xushal bo'laman. Qo'riqning turmushiga moslashib ketalaydiganligimga ishonchim bor. Başlap gir. Besanson hanım, siz ekanligingizni o'ylamabdiman. Men to'liq xursand. Xayrlik kech, graf janoblari. Avarqig'inim uchun kechiring. Nayt muhim bir ish bilan kelishim. Men Braziliyadan ketmoqchi. O'ltiring. Xonimizga qadam tashrif qildingiz uchun to'liq xushalman, to'liq xursandman. Biroq men sizni deb kelmadim. Men Ester oshxonada bo'lishi mumkin. Yo'q. Xonimingiz bilanmi ko'rishmayman. Men sizning uyingizdagi heliqi qul qizni izlab keldim. Bechara qiz g'alat qonuninglarning qismida qiynalib o'tibdi. Mening davatqinim heliqi kuni oqshimi pianino chalgan qiz Izora. Xonim Izora bilan ko'rishmoqchimi? Shundaq. Sizga be'ab tuyulmaydigan bo'lsa, shu qizni chaqirib qo'ysangiz, mening vaqtim ko'p emas. Izora, bu yoqqa kir. Xayrlik kech xonim. Xayrlik kech. Xonim sen bilan paranglashmoqchi ekan. Bu tamamen xususiy suhbat, graf janoblari. Men Izora bilan ko'chaga chiqib, keng kushada ayrim paranglashsam deyman. Buningga ruxsat qilasizmi? Bo'ladi. İxtiyor o'zingizda. Aslida men seni unutib ketay dedim. Izora. Texnikanda tanışkan bu baxtiqara davlatni bizlar allaqachon cho'rivatgan la'nat qulluq tuzumni tekis yurgizayotgan bu davlatni unutib ketay dedim. Lekin har qancha qilib unutmayapman.
bu yerdə seningdek aqıllıq bir qızның, seningdek umaq bir qızның turub atqanlığını oylab. Keçiləri közümnü jumanmadım. Seningdek bir muzikini biladigan, drammaga qiziqadigan qız hozirgacha pastkash qulluqning asartida turib etibdi. Sizden ötünüp qalay. Ondaq demang, xananam meni bək yaxşı gördü. Əməsi sən erkinmi? Mening sualim bəkmi oddiy. Sen erkin hərəkət qila alamsan? Sen hör adammi? Emas. Bo'ldi, mening ortiqcha vaqtim yo'q. Sana gapning enigini aytaveray, Izora. Men bu yerga seni hörlik chiqarish uchun keldim. Men bilan billa Yevropaga ketishni xohlamsan. Bu adolatsiz davlatni menga unutishni xohlamsan. Izora, bugun men faqat bu yerga sening hörliging uchun keldim. Sizningcha men uning erishalamayman. Men hammani o'qib baxdim. Agar qilmoqchi bo'lgan ishimga ishonchim bo'lmasa, men bu yerga kelib yurmaydim. Men seni hör odam sifatida bu davlatdan olib ketaman. Lekin ikkinchi bu davlatga o'yin qo'yg'ili kelmayman. Bu fursatni qo'ldan berib qo'yma, Izora. Buningga nima chorangiz bor? Albatta qonuniy rasmiyatlarga uygun chorada. Qandaq chora? Mening seni xo'jayiningdan setib olgandek pulim bor. Men seni setib olalayman, Izora. Izora, şunu bilishing kerakki, men seni oddiy bir narsa, birer zinnat bo'yimi, bir hayvon setib olgandek setib olaman. Mana bu qulluq tuzum. Shundoq. Buni menmi bilaman. Oh, kechirgin. Diqqətinizin bilətdimmi? Yo'q, undaq emas. Sizga bir narsa lozim etdi. Zerikib otağa kitap olsa o'qay dedim. Sizda bir kitap teplamdikin. Hadan sir chiqib ketdimi? Menda bir necha kitob bor. Sizga cho'qim yoqadi. Javobingni kutyapman. Qraf janoblarining meni setib bermasligini o'ylamadingizmi? Oyladım, xeyli oyladım. O adam men bilan qarshilashga hargiz jur'at qilolmaydi. O bir pulni men moderin besan so'ngga setib berishni rad qilsa, jamoat fikri uningga hargiz yaxshilik olib kelmaydi, qizim. Men muxbirlarga suhbat e'lon qilaman. Natijada u mushu ish sababli obro'yini to'kib oladi, uqdingmi? Shuning bilan u noit tezli yumshaydi. Sizning menga bermoqchi bo'lganingiz eng hayot. Shundoq. Bu sening birli eg'iz gapingga bog'liq. Qani qarab baqay. Bu vaqt o'tganra kitobgan. Mana buni o'qib beqin. Bu Balzacning Yevgeniy Grande nomli romani. Nəhayət yaxşı tərcüm qılınğan. Bunu qiziqib o'qiydiganligingizga ishonaman. Rahmat sizga. Arzimaydi. Gizit görüşіңізге daxli qildim, xijolatman. Kerak yo'q. O'zimni sirtqa chiqay deb turgan. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Men nima deyishimni bilamayapman. Izora, bu nihoyat yaxshi fursat. Buni endi qo'ldan berib qo'ysang, ikkinchi kelmaydi.
Qadirlik Malikem. Siz bilan didorlashish uchun qimig'inim qolmadi. Shu topda men nima qilarimni bilmay qoldim. Navot siz menga davomli rahimsizlik qilsangiz, nazar ko'zingizda solmasangiz, hayotda menga hech qanday lazzat qolmaydi. Men sizning yurak taringizni chekanmagan bo'lsam-mu, menga oxirgi qitim fursat berishingizni o'tinaman. Tushdan keyin soat 3da San Sebastian cherkovsining oq o'ylisida uchrashsak, siz bilan ko'rishishga tashna yurakni noumid qoldirmasangiz, meni qiynashni to'xtatsangiz, sizga oshiq Tobias. Bundan keyin bundaq fursat osonlikcha qo'lga kelmaydi. Men oldi bilan sizning bundaq mardonligingizga rahmat aytaman, Bisansun xon. Yo'q. Izora, hozir texi rahmat aytadigan chaq emas. Rahmatingni keyin aytib olasan. Biz kishini kishi qul qiladigan bu davlatdan ketgandan keyin aytsangmi bo'ladi? Nima deyishimni bilmayapman. Amsa bugun akşam obdan o'ylanib qolqamsan. Atdiganda javobini bergin. Bo'lammi? Yo'q. Sizga hozirla javobini beray. Bilaman, siz bu gapni yaxshi niyat bilan da'vatsiz. Bundan keyin bundaq fursat ikkinchi kelmaydi. Shundaqdimi mening javobim sizning degan yeringizdan chiqmaydi. Nima uchunligini aytib beramansan? Yuragim Braziliyadan ayrilanmaydi. Ondan ko'nglimda bir odamim botdi. Ketib qolsam, ikkinchi ko'ramay qolaman. Muhabbet. Senin kararınga qo'shila olishimdagi birdan-bir sabab mushu. Izora, agar sen uni chin dilingdan so'ysang, qap qolgin. Muhabbating uchun kurash qil. Cho'qim kurash qilaman. Shundaqdimi Parijdagi adresimni sana qoldirib ketay. Menga hojiting tushkidak bo'lsa, sana chin qalbidan yordam berishni xohlaydigan do'stingning borlig'ini unutib qolma qizim. Xo'sh. Sizga rahmat. Yaxshi ko'nglingizni menga unutib qolmayman. Yo'q. Rahmat degan gapni anglashni hargiz xohlamayman, Izora. Mening ko'ngil bo'ladiganim sening baxting. Men sana yana shunimi aytib qo'yay. Agar niyatingda yenib qolsang, atdiganda mehmonxonaga berib meni top. Men sana yordamga tayyor. Mayli qanday qarorga kelma, men sana birli ishni tilayman. Baxtli bo'l. Bisansun xonim. Sizga ko'p rahmat. Qandaqli ahvol bo'lsin, sizni mangu unutmayman. Nima? O biz bilan xo'shlashmaylik yetib qoldimi? Bisansun xonim menga o'zirsini aytib qo'ygandi. Vaqti bak qisgan. San'atkorlar odatdagi odamlarga o'xshamaydi. Uni qizg'in qarshi olsam, nurg'un pul xashlab mehmon qilsam, oxirida menga mushundoq muomala qilibdi-da. U nimadan dedi Izora? U men bilan xo'shlashqili kelibdi ekan. Pianinoni yaxshi chaltgansan deb maqtadi. Bir qo'l bilan xo'shlashmoqchimi ekan? Bizning uyga bir qo'l bilan xo'shlashqil kelibdimi? Almida. Bundaq o'ylaganmisiz, meni chaqirmasangiz bo'pti ekan. Seni chaqirmasam bo'pti ekanmi? Seni hozirmi chaqirmadim? Mang, oshxonaga chiq, mang. Bir qo'l bilan xo'shlashqil kelganini qara. Bu rasvo endi kep baqsin qani. Mening qanday qarshi oldiganligimni shu chaqda ko'rib qoldi.
21 may qutlug kun. Jigit qizlarimiz baxtli bo'lsin. Malvina ikimiz to'yni oddiy qilayli deyishib edik. Sirapchilik bo'lmas. İş bo'lmaganda ikki oilaning do'stlarini chaqirmiz, Leonsiya. Albatta. Og'illarimizni chaqirsaqlar bo'ldi. Meningcha bu bo'g'adak. Kim o'ylagan? Bir oyog'i yetmagan vaqt ichida Arzu armanlarimiz amalga oshadigan bo'ldi. Sizning deyishga vaqtdan boldir keldiganligingizni bilsam, tong saharda kelib saqlagan bo'lardim. Bilemsiz, men to'lim xo'shal bo'layapman. Sizni kelmasmikin deb ansirib edim. Men muhabbatning o'rtashlarga chidamay qoldim. O'zimning qullig'ini yoshirg'ini achchig'ingiz kelmadi. Yurgimdan so'ygan odamimga qandoqmi ochiqlanay? Men sizni so'yman. Sizning qo'l yoki emasligingiz muhim emas. Muhimi sizga bo'lgan muhabbatim. Ben bizni ayırıp durgan barliq anlardan alqıyman. Bana sizning birlik gepingiz kerak, Izora. Men muhabbetimiz uchun hech nimaga qaramay kurash qilaman. Sizni so'yaman. Dentro da vida havia nossas vidas. Dentro das minhas mãos havia as tuas. Dentro do tempo foram divididas. Dentro do adeus eu fui ficando só. Dentro da vida havia nossas vidas. Dentro das minhas mãos havia as tuas. Dentro do tempo foram divididas. Dentro do adeus eu fui ficando só. Dentro da vida havia nossas vidas. Dentro das minhas mãos